Assalomu alaykum, hurmatli televizor ko'rguvchilar. Dunyo Uyg'ur qurultiyi to'r televiziyasining maxsus suhbat programmasiga hammanglar xush kelibsizlar. Aziz ko'ruvchilar, hammanglarning xabar bo'lgandek, atdiganmi naq maydonga taqatgan to'q Muhammad Yusuf qarindishimiz Dortmundningki Hema degan yerdan 950 kilometr yo'l yurib, 20 necha kun vaqt sarf qilib turib, bugun oxiri Myunxenga muvaffaqiyatli holda sog' salomat yetib keldi. Atdiganmi bu haqda Dunyo Uyg'ur qurultiyiningki Myunxendagi markaziy ishxonasida bir qisqagina bir suhbat ilib borgan edik. Hozir bo'lsak biz Myunxendagi markaziy bo'lgan Marian Platz maydonida turibdimiz. Qarindishimiz Muhammad Yusuf velosipedini ko'rganinglardek mishak to'xtatib qo'yib, mayadagi televizorda bulayotgan Şinjan saqchi hujjatlari asosli mazmun qilingan va German axborot matbuotlarida, axborot vositalarida e'lon qilingan xabarlarni nemischa qo'yib berib, o'tgan kechganlarninki bu yerdagi rasmlarni ko'rish bilan emas, aksincha buningdagi bu rasmlarning oxir ko'rinishi va Sharq Turkistonninki mustamlika bo'lgan haqidagi xabarlar bo'lsin va Uyg'urlarninki irqiy qirg'inchilik uchrayotgan haqidagi uchurlar bo'lsin, hammasidan tafsiliy ma'lumotga ega bo'lish fursati bo'ladi. Bu yerda atgani yoqqa soat 3 dan boshlangan Muhammed Yusuf qarindishimiz 3'ten beri bu yerdagi ko'rganinglardek odamlar nihoyatda jiq o'tadigan Myunxenning markazi bo'lgan bir maydon. Bu yerdan o'tgan nemislarmi va boshqa millatdan kelgan sayohatchilarmi nihoyatda qiziqib bu yerdagi rasmlar haqida savollarni so'rab qo'yatdi. Xo'sh, aziz ko'ruvchilar, men mikrofonimni bu Japan tatib turib kelgan Muhammed Yusuf qarindishimiz uzatmoqchiman. Xo'sh, Muhammed Yusuf efendim, Dortmund'dan çıkıp mişeye kepsiz, nahayet Japan müşakkatli yol elbette biz muma velosipedlerini gördük, muştan içinde yetip kopap durup şekilde kepsiz. Bunun da nahayet tesirlendik, albilen cesaretinizge barikallah rahmetimiz bildirimiz hem. Siz bu oyga kandak keldiniz, bu muş sefer planı tüzüş cereyan hakkında bir kısqış to'xtalib o'tgan bo'lsangiz. Assalomu alaykum, hurmatli qarindoshlar. Meni bu ziyorat taklif qilganingiz uchun rahmat aytaman. Mening ismim Muhammad Yusuf. Men Germaniyaga 2019 kelgan, hozir 3 yil bo'ldi. Vatanimizdagi bo'layotgan ishlarni minglar bilasizlar. Bu Xitoyga bo'lgan nafrat mening kichikimdan boshlab yetilgan. Shuning uchun yaqin yoqda bo'layotgan, masalan, Urumchi o'taptidaymiz. Ashada kuyib o'lgan qarindoshlar yuragimga hammadan bak ta'sir qildi. Kichik bolalar bo'lsin, agar shu bolalar mening qizim bo'lib qolgan bo'lsa, men qanday chidaydim degan xiyol kelib, har kuni yig'ildik, videolarni ko'rib. Shuning uchun qo'limdan keladigan bir kichik bo'lsin bir ish qilay. Hamma odam chiqib rasm tutib namoyish qildigan, men uningdanmi boshqalarning diqqatini texmi tortadigan, bo'libmi Yevropaliklarning diqqatini tortadigan bir yangilik yaratib baqsam bo'ldi degan xiyol bilan bu germanlarninki asosli yaxshi ko'rib o'zi ijodiy qilib olgan shu velosiped karvonni yasashni niyat qilib 2022-yil 11-oydan boshlab buni yasashga boshladim. Keyin bir oyda bitgan bo'lsa, usti yo'q holatda ostini yasagandim. Keyin u bo'lmay texmi yuqori qilib yasadab ustini nim qildim. Keyin ba'zi iqtisod yetishmasligi sababdan o'zim chiqarib qilg'ashqa har oyda sotsial yordamning pulidan mushnunga tiqima chiqara qismini shunga vaqt uzrab ketdi. Asli 2023 birinchi oyning birinchi kuni boshlamoqchi edim. Ba'zi narsalar kam bo'lib qolganligi uchun kechikib ketdi. Birinchi oyning 16-si bir qatim chiqdim. O vaqtda ba'zi kashillar yuz berib qaytib ketgandim. Shunga 2023 ikkinchi oyning 20-kuni Dortmund 40 kilometr kelgan Hamar degan yerdan boshladim. Bugunga qadar bugun 3-oyning 9-kuni 950 kilometr yo'lni bosdim. Bu jarayonda nurg'un qiyinchiliklar bo'ldi. Tishtavallardan chiqolmay qolgan vaqtlar bo'ldi, tizlarim og'irgan vaqtlar bo'ldi. Lekin u jafolar menga hech qanday jafo bilinmaydi, chunki vatanda turmining sharoitini bilmay o'zim yetib boqqan. Uningdan boshqa 7-oyning 5-idagi turmada yotgan qarindoshlarning qanchalik darajada qiyin qistoq ilinganligini bilmay, ularni bilayotgan. Shuning uchun ularni yodimga keltirib turib, mening bu jabbarimni yengib chiqdim.
bugün şu München meydanına şularınki tragediyası benim bu yerga kuch bilan ip geldi. Mening deydiganlarim hozircha shunchalik. Sizga ko'pdan ko'p rahmat. Qaytadan jasoratingizga barakalloh. Xo'sh, Ibaytin menga deyish orqali bu yerda buni sizningki o'zingizning yasab chiqqanligini aytdingiz. Mushu karvonni bo'lsin. Bu karvonni hamda aziz ko'rmanlar, men ichidan, teshidan sizlarga tafsili ko'rsatib chiqay. Bu bu yerda televizorlik sistemida o'rnatilgandan sirt, buning ichida Köygününglardek az qeyrindaşlar, bunun içinde mana meşinçilik arlıqda bu yerde normalde otasım naiti qısqa buldu. Meşad yetib qopap turib 20 necha kun yo'l vaqtni sarf qilib turib yetib kelibdi. Bu jarayonda buni yasash hamda haqiqatan odamning qayliqini qo'zg'aydigan bir ish. Buningga yasagandan sirt bu kelish jarayonida buni yasagan jarayoningizda bir qisqacha to'xtalib o'tamsiz. Yasagan jarayonim hamda buning bir o'lchami yo'q, chunki hamma odam o'ziga qarata ijod qilib olgan narsa bo'lg'achqa buni butun o'lchamlarini kallamdan chiqarib qilishim kerak. Shunga uzunligini o'zim yotadigan qilib mos keltirib 1.80 m uzunlikda qildim, kengligini 80 cm qildim, chunki ba'zi velosipedlarga temir jazlar bo'lg'achqa aşağıdan har qanday yerdan velosiped mang'ayni o'ta oladi deb shuni 80 cm qildim. Egizlikini 1.70 m atrofida qildim. Başqa yerlarni shu o'zim kallamdan uydurib, to'ridan materiallarni olib, başqa ishkapning narsalarni, putlarini ishlatib degandek asosliq başqa narsalarningki saymallardan foydalanib turib yasagan şu asosliq 1 oy atrofida tutdi. Sınaqdan o'tmagachga yo'lda ba'zi kashillar yuzi berdi-ki. Çünkü bir narsa yazsa nurg'un qatim sınaqlar qilib, bundan baza yo'lga soladi. Men shu tunji qatim yo'lga solinganligi uchun kashillar yuz berdi, lekin yanala chidab yaxshi yasalganligi uchun chidab berdi. Bu siz taz Germaniyaningki so'g'oq vaqtida yo'lga chiqdingiz. Bu jarayonda buning ichida bir sistemasi yo'q holatda buning qanday qiyinchiliklar bo'ldi? So'g'oq vaqtda yo'lga chiqishimning sabab vatandagilarmi lagerda so'g'oqda yadi yotganini ko'rdim. Men ularning nimasini his qilib baqay, aning kayinda vatanning qadrini bilib, vatan uchun texmi yaxshi aktiv harakatlarni qilamiz deb shunga eng so'g'oqda başladım. So'g'oqda başlasam havo issigan sari menga bu ish texmi qolay bilinadi deb shunga ham noldan tovan tushib ketgan vaqtlarda ichida to'lindi yasammi to'nglab ketdim, lekin o ishlar odatdagi ishlar hamda lagerdagilarga nisbatan shunga bu ishlarni ko'nab qoldim hozir. Sizga rahmat. Birdan to'xtab turdi. Endi deyish kerak. Nim qaldina? Bir narsa unutib qolgandek his qilyapman-da so'rayman. Ben bu işi sormak istedim. Hem sel orna olmuştu, miye gerek kilinem de miye? Hoş Muhammed efendim, bunu yasaş jarayonida siz ibaydediniz, siz hükümetin yardım avatkan asasda bunu asas cihetten muşlunga hacdep nim kıldım dediniz. Hem de bu cihette şu yolda kiliş jarayonida olsun, muşlu harularını karvanı yasaş jarayonida olsun, sizge iqtisodiy yordamda bo'lganlar yoki German yerli xalqlardan buni ko'rib ta'sirlanib bir pozitsiya bildirganlar bo'ldimi? Velosiped karvanni asosliq tutib chiqishini uni o'zimning iqtisodiylar yasagandim. Keyin quyosh energiyasini to'qqichilash deymiz, power bank deymiz, televizorni mang'uzlagan televizor degandek ba'zi elektronik asboblarga pul kamlab qilib Facebookga murojaat chiqardim. Amerika'daki Uyghur hareketinden Roşaram Abbas Hanım $500 avatib berdi. Açımızga rahmet etime. Aning kayindan Dortmund'daki Uyghur kültür uyuşması deb bir uyuşma. U yerdagi Uyghur qarindoshlar
azdan yardım qilib ular 600 necha euro to'plabdi. U yerda namoyish qilib borgandim. U yerda hammasi meni nihoyatda yaxshi qizg'in kutib olib, menga ro'yi jihatdan yordam destek berib, qo'lladi. Shuningdan 1400-1100 euro atrofida yordamchi qildi. Uningga shu quyosh energiyasi, televizor, powerbank degan narsalarni ilib oldim. Hamda yo'lda kelgicha asosliq germanlar tuzlam so'raydiki, sizlarga finansal jihatdan yordam kerakmi, yordam qilsak bo'lamdi deb. Uningga men unda pul to'plamadim deb javob berdim. Chunki rasmiy bir tashkilotning nemisi bilan pul to'plash nemisi bo'lsa, ularga orqali to'playapmiz desam bo'ldi. Men pul to'plash uchun chiqmagandan keyin boshqalarga tushuntirish uchun chiqqan ekan. Bundan aslan toplumda men asos Türk qarindoshlar uchursa shu yeydigan narsalar 10-20 euro yanchug'im sep qo'ydi, yo'lda bir narsa ep yegan deb. Ana Karlsruhdagi, Stuttgartdagi ba'zi qarindoshlar azazdan bo'lsa yordam qildi, yo'lda bir narsa ep yasiz degandek. Beshinchilik Hamda bu 20 necha kun kelish jarayonida Germaniyaningki turli shaharlardan sirt nurg'ulg'an yez qishloqlardan o'tgan bo'lishingiz kerak. Bu jarayonda Germaniyaningki shu Germaniya yerli xalqlar bo'lsin, chet elliklar bo'lsin, buni ko'rgandan keyin, ya'ni buni sirtdan ko'rgan bir odam cho'qim qiziqadi, chunki hamma narsa shunda tafsida yizg'iliq, men ibodat o'tganda hurmatli ko'rmanlar, Shinjong saqchi hujjatlar asos mazmun qilingan ma tarpidim borki, Sharq Turkistonninki qisqacha tonishtirilishi, buning 49-yildan tortib 2020-yilgacha bo'lgan Xitoyninki tadrijiy shaklda bo'lgan assimilyatsiyasi va mustamlik qilish jarayoni degandek, lagerning ko'rinishlari, Shinjong saqchi hujjatlari va ishkilik kodlari skanerlab taqimo tafsiliy ma'lumot ega bo'lish uchun, hatto 24-noyabr Urumchi o't fojiasida hayotdan ayrilgan qarindoshlarimiz, bolalarimizninki rasmlari, hatto qarindishimizningki o'zininki qizining rasmlari, bu qizingiz xatolashmasam vatanda, shundaqmi? Qancha yosh kirdi hozir? 2 yosh vaqtida ayrilgan, biz yil 2-oyning 7-kuni 9 yosh kirdi. Qanchalik vaqt bo'ldi ko'rashmagili? Shunda o'g'ilda. 6 yil bo'ldi ko'rashmagili. Hozir nadaligini uqmayman, to'g'ri rasmimni chiqarmaydi. Hech qanday aloqa yo'q, ovozini anglayolmadim. 2017-yil bir qatim undidarda ovoz avatganda, dada qo'rqma, menba kel deb. Shu ovozini har kun anglayman. Bu qarindishimiz kim bo'ldi rasmdagi? Nevrakam Barat Qodir, Korlinki Qaryog'ash yesidan hayoti bo'yicha shu etizlik ishlari bilan ham shug'ullangan. Bu 4 balasi bo'lganligi uchun 7 yil kesib, keyindan yana 4 yil qo'shibdi deb angladim hamda. Asosliq mening rasmiylashgani 7 yil turmada, hozir 4 balasi ayoli bilan shu yolg'iz qoldi. Faqatla shu 4 bal qilganlik uchun 7 yil kesibdi. Buni chaplab qo'ydim. Allah yolg'iz sizninglarimiz bütün Uyg'ur millatininki, bütün Sharq Turkiston xalqininki eng qisqa vaqtda bu zulmdan qutulib mustaqil hur bir davlatimizga erishishimizga nisib qila. Bunun için to'xtovsiz kurash qilishimizga to'g'ri keldi. Albatta qarindoshlar Ibaytin qarindishimiz Muhammad Yusufni deb o'tdi. O'zininki qizidan 2 yosh vaqtida ayrilgan 6 yil bo'pti, hozir 9 yosh kiraydi dedi. Oraliqda avatgan ovozi bu xil ahvolda, bu xil tragediya bilan qarshi-qarshi qolib qolgan yolg'iz Muhammad Yusuf qarindishimiz ham emas. Albatta Uyg'urlarninki asos jihatdan ko'pinchisi, hatto hammasi desakmi xatolashgan bo'lmaymiz. Bu xil tragediyani yashayapmiz aziz qarindoshlar. Ota-onalar turib bolalarimizdan ayrilyapmiz, chidamayapmiz. Hozir qarindishimizga o'xshash 6 yil burun avatgan ovoz hozirgacha anglayotgan ota-onalar oz emas, bolalardan ayrilgan ota-onalar oz emas, dada-apalardan ayrilgan bolalar oz emas, tirik yetim bo'lib qolgan bolalar oz emas. Bularning hammasi izchil kurash qilishimiz bilan to'xtovsiz davomli holda xizmat qilishimiz bilan vatanning mustaqilligini qo'lga keltirish uchun tirishchanlik bilan bo'ldi qarindoshlar. Bu hargizmi televizorning oldida yoki kompyuterning oldida o'tirib atalmış konubka qahramonlik qilish bilan vatan mustaqil bo'lmaydi aziz qarindoshlar. Buni hammalar xabardor. Biz
Meningki ko'nglim nihoyat yerim bo'ldi, chunki mening balam bor hozirning o'zida bir dadi uchun, bir op uchun eng cho'ng azob balasidan ayrilib qilish, balasining ovozini kunlab anglash bu bir inson uchun dunyodagi eng cho'ng azob bo'lishi kerak deb o'ylayman. Aziz qarindoshlar, bularning hammasi biz to'xtovsiz kurash qilishimiz bilan qo'liq keldi. Xo'sh, Muhammad Yusuf efendim ziyoratimizni qabul qilganingiz uchun va bu safar jarayonidagi tatqan jafo mushaqqatlaringiz haqida va bu karvonning yasash haqida tafsiliy ma'lumot berganligingiz uchun sizga chin ko'nglimdan rahmatimni bildiraman. Qaytadan afrin o'qiyman jasoratingizga. Xo'sh, oxirsida ko'rganlarimizga deydigan yurak so'zingiz bormi? Uyg'ur yoshlariga deydigan so'zim, qo'limizdan kelishicha oddiy bo'lsin, cho'ng bo'lsin, kichik bo'lsin, har qanday ishni qilishimizni umid qilaman. Chunki Facebook chiqib, haq so'zlash hamma odamning qo'lidan keladi. Men bu harakatni qilmay Facebookda qahramon bo'lsam bo'la olmaydim. Lekin amaliy harakat qilib, vatan uchun azroq bir ta'to'kmay turib, u yerda so'zlash haqqim yo'q deb o'ylayman. Shunga Facebookda hammamiz chiqib jon so'zlashdan burun avval bir harakat qilib, uning keyindan Facebookda boshqalarga nido qilishimizni umid qilaman. Boshqa qarindoshlarning bu menga o'xshash shunda harakatlarni qilishni umid qilaman va Uyg'ur xalqining shu harakat qilmoqchi bo'lgan yoshlarni moddiy va ma'naviy jihatdan az-ozdan bo'lsa qo'llab qo'yishni umid qilaman. Chunki ba'zi qarindoshlar iqtisod jihatdan, ba'zi qarindoshlar xizmat jihatdan buning taqab qıpılanmaymış da vaqt o'taversa, vatanimizdagilar qirilib tugaverdi. Shunga Uyg'ur yoshlarininki va Uyg'ur xalqininki bir-birimizni qo'llab, o'zimizni kuchlantirishimizni umid qilaman. Rahmat. Sizga rahmat. Xo'sh, aziz ko'rmanlar, bugungi suhbat programmamiz mishagichi bo'lsin. Keyin qitimliq sonimizgacha ko'rishguncha omon bo'lgaysizlar. Germaniyaning München shahridagi Mariam Platz maydonidan hammanglarga o'ttiq salom. Men riyosatchi Iftixor Abdurshid. Allohga omonat bo'linglar.